Obunachilar, navbatdagi videomuz mana bunday relsli darvozalar haqida bo'ladi. Bu darvozamizni yaqinroqdan tanishtirib o'tishdan oldin biz bu darvozamizni Andijon viloyati Paxtabod tumaniga o'rnatdik. Ko'rishlaringiz mumkin, juda chiroyli holatda. Uy egalariga xudo xolasa, uy egalari umra safarida ekan, xudo xolasa kelishlariga chiroyli qilib o'rnatib qo'ydik. Bizni kanalimizga yangi kuzatuvchilar bo'lsa, obuna bo'lish va like tugmachasini bosish esdan chiqmasin. Biz darvozamizni yaqinroqdan obzor qilib beramiz. Bu darvozamiz eniga 2.90 ga, bo'yiga 3 metrga tayyor bo'ldi. Ko'rishlaringiz mumkin, juda chiroyli, shinam holatda chiqdi. O'zi kichkina bo'lgani bilan darvozamizni og'irligiga behijolat. Darvozamiz og'ir bo'lgani bilan bemalol yosh bola ham tortib, bemalol yurgizdirsa bo'ladi. Ana yengil yuradi, ko'rishlaringiz mumkin, juda. Mana bu darvozamizga ishlatilgan materiallari, stoykalari 8 ga 8 ikkilik stenkasidan ishlatdik. Tagiga shiveler qo'ydik, mana bunday chiroyli. Tevasiga 6 ga 8 profilda 3lik stenkasidan ishlatdik. Undan tashqari ichidagi profillari hammasi 6 ga 4 1.7 stenadagi ishlatilgan polni. Listlari 2lik listdan 2 qavatli bo'lgan. Shum izolyatsiya qilingan. Ko'rishlaringiz mumkin, juda ovozlari chiqmaydi, baquvvat holatda tayyor bo'ldi. Agarda kimga shunaqa darvozalar kerak bo'lsa yoki 90 gradusga surmali darvozalar kerak bo'lsa ham ekrandan nomerlarga aloqa chiqarasizlar, O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Bu darvozamizni общий summasini 14 million so'mga olib kelib o'rnatish ustanovkalari bilan hammasi bilan qildik. Bu zamonimizga o'rtadan bitta ochilib yopilishga har doimga mana bunday kichkina eshikcha qo'yib berdik. Ko'rishlaringiz mumkin. Buni Zuber zamoydan qo'yganmiz. Xudo xolasa uzoq vaqt xizmat qilishadi. Hammaga katta rahmat, kuzatishda davom etinglar.